kim bo'lman? Man просто shunqa yashagani hop, man sizniki emasman, man begonamanda. Shu uchun har bitta qilganingizni hisobga o'tirasiz. O'zizni xotiningiz bo'lsa, o'zizni nassangiz bo'lsa, o'zizniki qilasiz. Birinchi o'char to'lab bo'ladi. Man sizga kim bo'lman? Man просто shunqa yashaganingiz, xohlasangiz, nima deydi, yashab xohlasa, nima qilayotgan bo'lsa. Shuni aytamanda, hammayam o'ziniki bo'lsin degan. Mayli-da. Nima deydi? Vaqti kelguncha yashab qolaylik qaring. Bo'lmagan vaqti o'zi tugayapti shekilli-da. Man bilolman. Shundoqda. O'zingiz bilasiz, nima qilsangiz menga, nima qilsangiz nima qilsangiz ham qiziqmayam qoladi, to'g'risi borki. O'zingiz bilasiz. Ular ishasiker. Mani qudum qilib, noxshkim bichi gaplarini qilibdiman birinchi ochlarda. Tushundingmi? Men o'zimniki bo'lib, san bo'lib, birov bo'lib ketishini men nima qilmayman noxshga nasan. Men bir xilman. Hamma joyga bir xilman. Tushundingmi? San o'zimniki bo'lsa, o'zimniki nima qilsan, san o'charasan qilasan. Men unaqa narsa qilmayman. Hammaga bir xil qarayman. Hatto ko'zchilarimga ham. Ishtonsizmi? Birinchidan, damizdobsiz hayotga hech qaysi bir xil qaramaysiz, tushundingizmi? O'zingiz borib, 28-avgust kuni tug'ilganga Irodaxonga xotiningizga borib nima olib berdingizki? Sepchika olib berdingizki. Men tug'ilgan kunim kelganga nima qildim? Sen menga kurtka beruvding. Men senga kurtka beraman deb aytdim. Просто gapdami, tushundingizmi? Menga hayotga negadir birovdan muttaham bo'lishni xohlamayman ham, bo'lmayman ham u. Просто men aytaman-da, tushundingizmi? Shu bir xil masligingizni juda yaxshi bilasiz. Emas, только ishchilarsiz. Hech qaysi bir xil bo'la olmaysiz. Men sizni bilamanki, bu gapingizni umuman aytmayman. Ishtonsizmi?